Kartadagi o'tlarni mollarga beramiz. Daraxtlarni kesamiz, qish keldi sovuqda. O'tin qilib yoqamiz. Ko'rishinglar mumkin bu yerda mana daraxtlar faqatgina yaqinlashsanglar ko'rinadigan holatga kelgizdik. O'tlar yo'q umuman. Juda ajoyib fayl bo'ladi. Absolutno bezband fayl bo'ladi. Bu narsani ko'pchilik biladi. Bunaqa faylni xavfsizligini ko'pchilik o'ynaydi ham bunaqa faylda. Lekin hozir oxirgi paytlar juda ham murakkab bo'lib ketgan bunaqa faylni yasash. Chunki Zarchiverga root huquqini olish kerak yoki MT Manager foydalansanglar, MT Managerga root huquqi olish kerak. Rangli odamni ajratib olish qiyin. Eski fayli o'chmay turib oladi. Shunaqa muammolar bo'ladi ko'pchilikda. Bizning kanalimizda hammasining yechimi bor. Qanday qilib tayyorlash, qanday qilib o'rnatish. Juda ham zo'r, основной akkauntdan o'ynaladigan narsa bu. Hammalarga yoqadi. Kiringlar, sinab ko'ringlar, o'ynanglar. Hammasi tekin kanalda turibdi. Yo'rg'i qanday o'rgatish hammasi turibdi. Tushunmagan narsalar so'rasanglar, tushuntirib ham beraman. Sizlarga albatta yoqadi bu narsalar. Ko'rishinglar mumkin, qurollar ham bo'yalgan, mashinalar bo'yalgan. Xohlagan ranginglarda bo'yasanglar bo'ladi. Sizlarga albatta yoqadi.